Mani do'stim, Mak hayotidagi eng qo'rqinchli narsalardan o'tish kerak. Men bitta narsani aytaman, men hech nimadan qo'rqmayman. Ko'ramiz. Men qo'rqmasman. Yopinglar uni. Keyingi bosqichga o'tish uchun mingta o'rgimchak bilan 10 daqiqa yotish kerak. O'rgimchaklarni tashlaylar. Taymerni yoqinglar. Buni qilayotganimiz sababi Mak uni hech qanday qilib qo'rqita olmasligimizni aytdi. Xo'sh, qo'rqinchlikmi? Sahal bo'otdi. Sag'alimi? Aha. Va bu u o'tish kerak bo'lgan bosqichlarning eng birinchisi. Voh, xudoyim! Agar u hamma qo'rquvlarni yengsa, u 800 ming dollarni qo'lga kiritadi. To'g'risini aytaman, o'ylaganimdan ancha qo'rqinchli ekan. 3, 2, 1. Bo'l, ko'taringlar. Oh, Tabriklayman, sen birinchi bosqichdan o'tding. ketdik! Lekin Mak hamma bosqichlardan o'tgandan keyin 800 ming dollar oladi. Mak ko'rmayotganingni bilaman, lekin ishon menga, o't bu yoqqa. Bizni ko'taringlar. Nimaga sizga turib olding? Nima bu joy? Tur, hammasi yaxshi. Yo'q. Mayli, usha ol mani. Minnatdorman. Yo'q, xudoyim. Okey. Mak, ko'zingni yech. Ikkinchi bosqichga xush kelibsan. Wow! Keyingi qo'rquv bu balandlik qo'rquvi. Taxtdan oxiriga turib, kamarni yechib, hech nimaga bog'lamagan bo'lasan. Yo'q, jigar. Tugmani bosgandan keyin 60 metr pastga tushasan. Qanday qilib aytmayman, lekin seni tutamiz. Ishon menga. Yo'q. Sen qaltiryapsan. Albatta qaltirayman-da. Pastga straxovkasi tushim kerak-ku. Ha, Men hatto yerni ko'rmayapman. juda ehtiyot bo'l. Mak, sen yerni ko'rmayapsan, lekin aytib qo'yaman, biz juda balandamiz. Yo'q, xudo, Mak. Seni qiladigan ishing uskunani yechish va tugmani bosish. Yo'q, xudoyim. Sen meni hozir ko'zimga qarab, Aha. pastga tushayotganimda ushlab olishlaringga va'da berasan. Nimadir seni ushlab qoladi. Va'da beraman. Yo'q, xudo. Sen hozir hech nimaga bog'lamagansan. Ey xudoyim. Karabina yo'q. Yo'q, xudoyim jigar. Yo'q, xudo. Buni qilishga majbur emassan. Xohlasang rozi bo'lma, lekin yutqizganingni tan ol. Seni qo'rqitsa bo'ladi. Yo'q, Yo'q, xudoyim jigar. Sen o'ta qo'rqib ketgansan degan bo'lardim. Yo'q, xudo. 5 4 3 2 1. Xudoga tavakkal qil. Xudoni panohiga. 0. Shunaqa! Bu ishni qilganiga ishonolmayman. Agar bu psixmak kim deb so'rasanglar, u o'tgan video ishtirokchisi. Afsuski, u 800 ming dollar yutqizib qo'ygandi. Endi u 6 tadan 3-bosqichda. Shu pullarni qaytarishga kurashyapti. Va mana biz. Ha, Keyingi bosqich. bu endi nima bo'ldi? 5000 ga mashinami? Ko'rib turganingdek, mashina ko'liga qarayapti. Mendan mashinani ko'lga haydashimni xohlayapsanmi? Yo'q, bu juda xavfli. Ko'rib turganingdek, bu yerda gaz pedallari yo'q va albatta ko'lda u yurmaydi. Ha, men jinniman. Qanaqa qilib pedalsiz mashinani ko'lga haydayman? Chunki jinnisan. Shuning uchun biz uni ko'lga tashlab yuboramiz. Kranni suringlar. Whoa, Jimmy, sen nima seriozda qolsanmi? Hop, bo'pti. Oh, xudoyim. Oh, xudoginam. Xo'sh, Mak, yaxshilab tingla. Biz seni ko'lga tushirganimizdan keyin mashina tez 800 ming dollar bilan cho'kishni boshlaydi. Ular uchun sen kurashyapsan. Ular orqa o'rindiqda, 8 ta sumkada. Qancha sumkani cho'kayotgan mashinadan chiqarsang, shuncha sumkani bu videoda olasan. Qolgani esa butunlay yo'q bo'lib ketadi. Yo, xudoyim jigar. Men hech qachon qo'rqayotganimni tan olmayman, lekin hozir o'sha hislarga yaqinman. Ko'rinib turibdi. Mashinadan tushirishdan oldin bitta taklif beraman. Agar taslim bo'lib, seni qo'rqitganimni tan olsang, men 100 ming beraman va hisob yopildi. Ha, albatta. Bu roz bo'lmaydi. Po'qqiginani yebsan. Turganda bu narsani. Nolan o'sha. Men bu ish qilishni bilgandim. O'shanda men hamma narsani yo'qotdim. Endi bu narsa takrorlanmaydi. 3 2 1. Oh, xudoyim. Tashlaylar uni. Wow. Hoy Mak, senda mashinadan chiqib ketishga 20 soniya bor, yo'qsa u cho'kib ketadi.
Mashina suvni tagiga ketyapti. Shunga. Xudoyim! Mashina cho'kdi. Shunaqangi tez cho'kdi. Yo xudo. U chiqdi. U tirik Mak. Bundan sumkani olib qo'y. Yaxshi? Kimdir olinglar. Bu yerdagi eng qo'rqinchli narsa mashina har soniya chuqurlashib ketyapti. Ungacha yetib olish borgan sari qiyinlashadi. Undan tashqari ko'rish ham. Shuning uchun Mak pullarni saqlab qolgisi kelsa, u tezroq qimirlashi kerak bo'ladi. Lekin ko'rib turganinglardek bu oson emas. Nola, yaxshi, ol. Mak sumkalarni qutqarishda davom etdi. Oh, Xudoyim. Ketidan yana sumka, sumka ketidan sumka. Sam psixsan. Mashina borgan sari chuqurlashgandan tashqari, Mak bilmagandi, lekin oxirgi ikkita sumka orqa o'rindiqdagi xavfsizlik kamari bilan bog'langan. Mak boyviklarda chiqsa bo'ladi. Rostdan. U deyarli olimpiya suzuvchisi bo'lgan. Shuning uchun men bu bosqichni qo'shdim. Ha, lekin 12 metr pastga tushish kerak. Suv esa juda sovuq. Qanday qilib bunaqa nafas ushisi bo'ladi? O, yana bitta sumka. Sen 700 ming yig'ib qo'yding. To'xta. Yo'q. To'xta, ularni ko'lda qoldir. Biza keyingi bosqichga. Yo'q. Mayli, unga farqi yo'q ekan. Ayni paytda mashina 13 metr pastda suv tagida yotibdi. Bu esa Makga oxirgi 100 ming dollarni qutqarishga xalaqit berdi. Bilasanmi? Rostdan ham qilolmas ekanman. O'ti qop-qorong'i. Bo'ldimi, sen to'xtatdingmi? Men rostdan ham mashina ko'rmayman, Jimmy. Yo'q, bo'ldi. O, qayiq teshaydi. O, juda tez ekansan. Senga ko'proq bu video yoqyaptimi, oldingimi? Bolakay, bu video 10 barobar og'ir. Men bilaman. Bu xavfli ko'ringani bilan aslida suv tagida bizda 7 ta vodolazlarimiz bor edi. Ular esa Makka qiryotdi. Sani pullaring hozir 700 ming bo'lib turibdi. Lekin keyingisida hammasi qo'yiladi. Mak keyingi 3 ta qo'rquvni yengish kerak. O'shanda 700 ming dollar yutib oladi. Bu eng qo'rqinchlisi bo'lishi mumkin. Ay, o'rgimchaklardan ham yomonroqmi? Shunchaki kir. Xona ichida metalldan quti bor. Keyingi bosqichga o'tish uchun qutini ichidagi yotgan narsani olish kerak. Uni ichiga qo'l tiqishdan oldin shunga imzo qo'yishingni so'rayman. U yerda yozilgan: agar qo'lingni tiqqaningdan keyin shikastlansang, meni sudga bera olmaysan. Shunchaki imzo qo'y. Yaxshi, imzo olindi. O'tda nima, qanaqadir hayvonmi? Qutini ichida bitta narsa bor. Bu yerga chiq. Qo'lingni bitta teshikka tiq. Aha. Uni ichida sen olishing kerak bo'lgan narsa bor. O, bolakay, bu qo'rqinchli xuddi. U qimilyaptimi tekshirish kerak. O, to'xta. Okey, bolam. U 100 talik hali tegmadi. Nima bo'lishiga qaramay, uni olishing kerak. Sen olgan narsa bu bizning yangi festival shikolatlarimiz. Bizda yangi dizayn va yanada shirin retsept. Qani birga tatib ko'ramiz? Men seni maqtab o'tirmayman, borini aytaman yeb. Gap yo'q, shirin ekan. Yangi retseptda ko'proq sut va krem. Bizda yangi qirsillaydigan maza, sutli, bodom, menga yoqadigani va arakis yog'li. Bu yangi festivallar AQShda chiqyapti. Kelajakda esa butun dunyo do'konlarida. Sizlarga yoqadimi? Juda qiziqib ketyapman. Mayli Mak, keyingi qo'rquvga tayyormisan? Jimmy, men o'tgan safar ham xuddi shu xonada edim va unda juda ham ko'p pul bor edi. Aha. Bo'l, kelishamiz. 500 ming dollar menga bersang, men hozirroq ketaman. Sizlar bu odamni eshitasizlarmi? Jimmy, Kim 500 ming so'ragan? 400 ming dollar. Yo'q. Agar 200 ming deganingda, mayli 250 ming deganingda o'ylab ko'rgan bo'lardim. Bo'pti, 350 ming? Yo'q. Bo'pti, ketdik. Ketdik. Taslim bo'lishini bilardim. Mayli, balki mal degandirman. Bunisi qiyin bo'lmadi. Lekin keyingisi meni o'zimni eng qo'rqinchli qilgan narsam. Voy, yo'q, Bunga tez yetib kelganini-chi? Yo'q. Rostdan, umuman. Bo'laqa. Rostdan ham yo'q, Jimmy. Rostdan ham bu nimaligi bilyaptimi? Qayerdan bilding? Tobutda isming turganigami? Oh, xudoyim. Keyingi bosqichda seni 24 soatga ko'mamiz. Yo'q, umuman yo'q.
Sen xohlagan payting chiqib ketishing mumkin. Lekin sen vaqtni bilmaysan. Agar bir kundan vaqtliroq chiqib ketsang, hamma narsani yo'qotasan. Bu yaxshi qo'rquv. Ha, Nihoyat men boshqa tarafdaman. Bro. ya xudoyim. Suv ichib qolishi mumkin. Nolan, hech nimani buzma, iltimos. Harakat qilma. Bu meni qo'rqinchli tushlarimdan. Boshqa tarafda yotish noto'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin kulgili. Voy, Jalal. Voy, muncha qo'rqinchli. Qizig'i, ta'mir hali yoqilmadi, chunki seni butunlay ko'mbomadik. G'alati eshitiladi-yu, lekin meni tezroq ko'minglar. Iltimos. Xohlaganingdek, Mak, yordamga chaqiringlar. To'xta. Ana endi taymerni yoqamiz. 24 soat endi boshlandi menimcha, lekin men esa uje hayajondaman. Yaxshilikka emas. Mak, boshingni tepasida arqon ko'ryapsanmi? Bitta tortib ko'rgan. Bu hazilmi? Yo'q. Agar uni yana bir marta tortsang, biz seni chiqaramiz. Agar taymerda 24 soat ko'rsatmasa, hamma narsani yo'qotasan. Uyingni yo'qoraman. Unga qo'shib 700 ming dollarni. Men xuddi ha deyman. Bo'ldi. Yaxshi yotib tur, Mak. Yaxshi, faqat ratsan otma. Bu bilinganmidi? Men ular bilan bo'lmasam ham tashlab yuborganini bilaman. Bu yoq tarafda turish juda qiziq ekan. Mak qabrida o'lib qolmaslik uchun u shu brasletni taqib oldi. U pulsni va hayotiy narsalarni ko'rsatadi. Va yo'q, u orqali soat nechiligini bila olmaydi. Xullas, vaqtni kuzatish uchun uslublar kerak. Xo'sh, mana reja. Men 2 soat uyg'oq bo'laman va 10 soat uxlayman. Shunda yarim yo'lni bitirgan bo'laman. Shuni 2 marta takrorlasam, shunda kunim tugaydi. Va mana keyingi reja. Mak keyingi 2 soatni tezroq ketkazish kerak bo'lardi. Bu albatta fista bo'lmasu, lekin qorini to'g'izayapti. Lekin tez zerikib qolishi juda ma'lum edi. Bolalar tan olamiz, unda qiladigan ishi yo'q. Hamma gap shunda-da. Mak tez zerikib qolganini bildiradiki, borgan sari unga qiyinlashib ketadi. Chunki 45 daqiqadan keyin u vaqtda juda qattiq adashishni boshladi. Menimcha 2 soat o'tdi. Endi 10 soat uxlashga harakat qilaman va shun bilan bosqichcha yarmi o'tdi. Uxlashni yaxshi tarafi, u Makga juda ko'p vaqt ketkazadi. Qabrdagi birinchi kecha. Yomon tarafi esa u qancha ko'p uxlaganini bilolmaydi ham. Ayniqsa u uxlagandan keyin uzog'i yarim soatgacha yetib boradi. Men hozir soat nechiligini ham bilmayman. Mazgincha qo'rqyapman. Oh xudoyim, 12 soatdan ko'proq vaqt o'tdi degan umiddaman. Taxminan shunaqa bo'lsa kerak. Men ham tobutda yotganimda meni do'stlarim turg'izganiga Jimmy Jam! men Makka shunday tajribani bergim keldi. Mak uyg'on, hammasi joyidami? Bolakay, seni xuddi kamaz urib ketgandek ko'rinmaysan. Rostdan ham meni kamaz urib ketganga o'xshaydi. Agar mendan necha soat o'tganini so'rasanglar, men aytardim. Mak tobutda qanchalik uzoq qolsa, shunchalik vaqtda adashgandi. Balkim o'sha 16-soat kelgandir. Va bu kanalda keskinlikni kuchaytirishni yaxshi ko'rganimiz uchun challenge oxirigacha sizlar ham bilmaysizlar qancha uzoq yotganini. Mak u yerda qanchalik uzoq yotishni bilgani bilan ma'lum edi, klaustrofobiya ungacha yetib boradi. Bu qabrda yotish qo'rqinchli va qanchalik uzoqroq bo'lganim sari shunchalik yomonlashib ketyapman. Jinni tuyg'ular. Lekin Mak arqonni ushlagandan keyin biz tushundik. U uni chalgis kelyapti. Qo'ng'iroq chalmoqchi bo'lgan odamning yuzi. Bir kundan kam o'tgan bo'lishi mumkin emas. Oh xudoyim, asabiylashyapman. Men bir marta shunaqa videoda bo'ldim va hamma narsani yo'qotdim. Bu yo'ga qaytib yana ikkinchi imkoniyatni olganim sababi faqat sizlar bolalar. Hozir esa o'tdimmi yoki o'tmadimmi, faqatgina 24 soat aniq o'tganini bilamanmi yoki yo'qmi? Men umid qilamanki, hozir xato qilmayotganimga. Mak, do'stim, bro. Ishla qalay? Jimmy, asabiylashyapman. Men vaqt yetkim kelmayapti, shuning uchun izoh qoldirmayman. Jimmy, men sen qanaqa qilib bu yerda 7 kun bo'lganini bilmayman-ku, men qiynalib ketdim. Ha. Sen oyoqda qon to'xtagan hissiyotlarga va beling sinib ketadigan hissiyotlargacha vaqt yetib keldimi? Jimmy, men orqani tortaman. O'zing qaror qil. Jimmy, soat nechiligini aytsam, senga $50 qaytaraman. Yetmayman. Men hozir jirinlataman. Kureni tayinlab qo'yinglar. 3, Yo xudo, u hozir qo'ng'iroq chaladi. 2, Ana u. 1. Taymerni to'xtatinglar. Ana endi Mak qaror qilgandan keyin menda bitta ish qoldi. Sani qazigunimizcha Shopify haqida aytib bersam bo'ladimi? Hazillashyapsanmi?
Shopify orqali tadbirkorlar yangi yo'llar ochadi. Biznes boshlash qo'rqinchlik bo'lishi mumkin. O'rgimchaklar bilan yopishgandi va tiriklayin ko'milgandi. Men aytib qo'yaman, ko'milib yotgim kelmayapti. Lekin Shopify yordam berishga tayyor. Agar biznesimni boshlamaganimda Antarktikadagi joyda bo'lgan bo'lmasdim va sizlar uchun bunday videolar olmasdim. Va milliard odamlarga o'xshab siz ham biznesingizni Shopify bilan boshlasangiz bo'ladi. Mak, o'tda qancha yotganingni bilmoqchimisan? Menimcha qazib bo'lmasdan menga vaqt etmaysan. Ha, to'g'ri. Va biznes qilish yaxshi tarafi, men o'yin kulgu qilsam bo'ladi. Misol uchun bitta o'rtog'imni Super Bowlga yuborsam bo'ladi. Karl va Nolan o'zini to'pini sotuvga qo'ydi. Va kimni to'pini ko'proq olishsa, u odam Super Bowlga chipta oladi. Ikkinchisini esa Trickline ko'maman. Muhimi shop ilovasini ko'chirish kerak va bittasini ko'ptugina olib, ovoz bersa bo'ladi. Va endi bu videoni davom etganim sababi, ko'ramiz, Mac 700 ming dollarni yo'qotdimi? Oy, hey! Jimmy. Bul. Tashqi dunyoga xush kelibsan. Tobutdan chiqqaningdan keyin bir kun qoldingmi ko'ramiz. Agar 24 soatdan kamroq chiqqan bo'lsa, sen 700 ming dollarni yo'qotgan bo'lasan. Voy, hozir qayt qo'raman. 3 2 1 36 soat. Men nima degandim? Meni qo'rqitdi. Tabriklayman, Mac. Bu bildiradi, pullarni olish uchun sanda atiga bitta dona bosqich qoldi. Sanga menimcha birinchi dush qabul qilish kerak. Ha, juda ham sasovonman. Videoni shu paytigacha Mac isbotladi. Uni qo'rqitish juda qiyin. Lekin oxirgi bosqich Macga eng qo'rqqan narsasi bo'lishi mumkin. Chunki u birma-bir o'tgan safargi videoda yetib kelgan va o'ta olmagan bosqichini takrorlaydi. Oxirgi bosqich, buni yuzing oldiga ko'rma, qarama. Yaxshi, ko'zlaringni yopib yur. Ochma. Ko'zingni ochma, yurishga davom et. Ochma, ko'zingni ochma. Yaxshi. Ochur. Yo'q! Yo'q! Men boshqa bu ishni qilmayman. Aka. Yo'q! Jimmy, men buni boshqa xohlamayman. Bu yo'g'a, seni kameralar ko'rish kerak. Mana tur bu yo'g'a. Oxirgi qo'rquv muvaffaqiyatsizlik qo'rquvi. Biz u 800 ming dollar yutqizgan maydonni qaytadan tikladik va o'tgan safargidagi qoidalar juda oson. 4 ta bosqich bor. Har bittasida rasmli pichinni beriladi. Rasmni sindirib qo'ymasdan kesib olish kerak. Agar pichinningni sindirib qo'ysang, 700 ming dollarni yo'qotasan va sen uchun bu ikkinchi marta bo'ladi. Bu men uchun qo'rqinchli tush do'stim. Men bu yerda bo'lgim kelmayapti. Bu yaxshi, chunki menda taklif bor. Hamma narsani tashlab 300 ming dollarni olib ketish yoki-da tavakkal qilish va yutgandan keyin 700 ming dollarni olib ketish. To'g'ri, bu juda qiyin yechim. Ha, lekin bu kam-ku, yarmidan ham kam-ku. Lekin yutqizib qo'ysang, bu maydonda 1,5 million dollar yutqizgan bo'lasan. Sen shuncha qilma. Ularni urotdi. Mac, bilaman, bu qiyin, lekin bitta qaroriga kelishing kerak. Sen 300 ming dollarni olib ketasanmi yoki 700 ming uchun tavakkal qilasanmi? Mayli, ketdik, men qilaman bu ishni. Yaxshi, to'g'risini aytsam men xursandman. Men yutishni xohlayapman. Bu iPadga qaranglar. Aynan shuncha vaqtni Mac o'tgan safar hamma rasmlarni kesish uchun ketqizdi. 34 daqiqa va 54 soniya. Aynan shuncha vaqtni men senga yana beraman. Va vaqt ketdi. Chiningni ochayotganda sindirib qo'yma. Shunaqa. U shoshilayotganiga qaramang, bu u uchun juda xavfli, chunki u pichiningni sindirib qo'ysa yutqizadi. 34 daqiqa. Voh, qanaqa qilib tez qilding? Tezroq och! Yashil. O'tgan safargidan hozir ancha boshqacharoq. Shuning uchun men dubaloni xohlagancha kesaman. Bo'laqo! U yomon shoshilyapti. Nima uchun buning ochilishi qiyin? Balkim sen vahima qotganinggadir. Beri men ochib ko'raman. Och. Mayli, iPadni ushlab tur. Mayli, ochilmayapti. Bo'lla, nimalar qilib tushasizlar? Mas'uliyatni olgim kelmayapti. Ehtiyotroq bo'l. Aslida Mac'ni strategiyasida ma'no bor. Osonlarini tezroq o'tib, qiyiniga vaqt qoldirish. Chunki u 800 ming dollarni yo'qotdi. Sanda 32 daqiqa bor. Ha, soyabon uchun hamma vaqt kerak. Usiz imkoni yo'q. Qochib tur. Yo'q, qochaman. Ochil. Keyin men ochaman. Chap, davay.
Mak, qurilmalar buzurma. Unda ularni oson ochadigan qilib qo'yinglar. Shoshishga hojat yo'q. Sanda hali ancha vaqt bor. Bu safar ehtiyotroq bo'l. Uni sindirib qo'yishing mumkin. Bu ancha qiyin. Ha, u qiyin. Lekin soyabonga yaqin emas. Poygaga boshlashidan oldin ulgurmoqchiman. Xudoyim, bu naqadar qiyin. Yo xudo. Menga bu boshqa kerak emas. Balkim oxirigacha sinmagandir. Mayli. Unda hali 29 daqiqa bor edi. Birinchisini sen 4 daqiqada kesib olding. Men bu ishni nimaga qilganim bilmayman. Voh xudoyim. Men 2 marta yiqildim. Ke, qo'lingni menga ber. Yo'q, Jimmy, men iltimos ketgim kelmayapti. Yo'q, Jimmy, do'stim, men qanaqa reaksiya qilishni bilmayapman. Tur bo'la qol. Menda shuncha vaqtim bor edi. Ha, men haligacha tushunmayapman. Nimaga sen bunaqa shoshding? Men bilardim-da soyabon butun umr yeyishini. Ha. Mayli. Bu videoda Mak menga aytganda uni hech qanday qilib qo'rqita olmayman. Va u o'rgimchaklardan o'tgandan keyin cho'kayotgan mashinadan va boshqalaridan men rostdan ham unga ishongandim. Xudoni panohiga. Bitta narsani Mak qila olmadi. Bu uning muvaffaqiyatsizlikning qo'rquvi. Charchamanglar.